Topshirdim imtihon, lekin men to'g'ri olib keldim. Meni hozir o'ylayapsizki, 13 yildan beri dars beradi ustoz. Agar hozir IELTS topshirsa, bemalol 8 olib kelishi mumkin yoki 7 olib kelishi mumkin deb o'ylayapsiz tasavvuringizda. Topshirdim imtihon, lekin men to'g'ri olib keldim. Shunda hafsalangiz menga nisbatan pir bo'ladimi? Yoki 100 kilo tosh ko'tara oladi deb o'ylayapsiz. Lekin borib ko'taryapman toshni, 10 kilo toshni zo'rg'a ko'taryapman. Shunda menga nisbatan hafsalangiz pir bo'ladimi? Xo'p, endi men siz haqingizda bu o'quvchilar uyga vazifani doim vaqtida qilib keladi deb o'ylayapman. Bitta men emas, ota-onangiz ham. To'g'ri aytyapmanmi? Endi qizim o'qiyapti, o'g'lim o'qiyapti deb o'ylagan bir mahalda siz qilmay yurgan bo'lsangiz, sizga nisbatan hafsalasi pir bo'ladimi, bo'lmaydimi endi? Shunda biz ota-onamizni bizga qilayotganlarini oqlayotgan bo'lamizmi, yo'qmi?